har safar sayramga kelganimda bu yerdagi o'zgarishlarni ko'rib ko'zim quvonadi. Bu safar ham sizlar bilan ajoyib yangilikni baham ko'rmoqchiman. Sayramning markazidagi Muslima Tekstil Shop magaziniga tashrif buyurdim. Bu yerda Turkiyadan keltirilgan 2 kishilik pokrivallarni turlilari, xilma-xil katta va kichik sochiqlar, erkaklar va ayollar uchun hamda aziz bolajonlarimiz uchun banni xalatlar, jajji bolajonlarimiz uchun pijamalar, paxtadan, pilladan, tuya junidan, qo'y junidan ko'rpalar ham bor ekan. Meni hayratlantirgan narsa shu bo'ldiki, quyon, tulki, bo'rsiq terisidan yasalgan adyollar ham bor ekan. Yostiqlarning turli xillari bor ekan, lekin menga juda yoqqani ortopedический yostiqlar bo'ldi. Ayollar va qizlarimiz yaxshi ko'radigan turli xildagi sumkalar va manbob yo'l sumkalari. Uzoq safarga chiqadiganlar uchun esa rang-barang chamadonlar ham bor. Bu yerdagi mahsulotlarning barchasi Turkiya va Xitoy zavodlaridan to'g'ridan-to'g'ri shu yerga keltirilar ekan. Hurmatli sayramliklar, 1000 marta eshitgandan ko'ra bir marta kelib, ko'rib, xarid qilgan yaxshi. Muslima Tekstil oilaviy do'kon.